Jizzax viloyati O'zbekiston-Xitoy iqtisodiy hamkorligining asosiy markaziga aylanmoqda. Buni birgina qishloq xo'jaligini rivojlantirish doirasidagi tashabbuslarda ham ko'rishimiz mumkin. Ayni yo'nalishda Xitoyning yetakchi kompaniya va mutaxassislarini jalb qilgan holda Jizzax viloyatidagi yaylovlarni o'zlashtirish, degradatsiyaga uchragan yerlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish hamda suvsiz yerlardan samarali foydalanish bo'yicha bir qator amaliy ishlar boshlandi. Hudud imkoniyatlari bilan yaqindan tanishish maqsadida tashrif buyurgan xitoylik mehmonlar viloyat hokimi o'rinbosari bilan uchrashib, viloyatda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, Xitoy seleksiyasiga mansub urug'larni ko'paytirish kabi bir qator masalalarni muhokama qilindi. Shu kunning o'zida Chin o'lkasi vakillari Sharof Rashidov tumanidagi lalmi yer maydonlari va bu yerda g'alla, makkajo'xori, tarvuz kabi qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish jarayoni bilan tanishishdi. Xitoylik investorlar, olimlar hamda qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan iborat delegatsiya viloyat bo'ylab tanishuvni Zomin tumanida davom ettirdi. Mehmonlarga Shirin qishloq fuqarolar yig'ini hududida tashkil etilgan mevali bog'lar hamda bu yerdan olinadigan hosil hajmi borasida ma'lumot berildi. 非常荣幸此次到访乌兹别克斯坦。 Biz O'zbekistonda bo'lib turganimizdan mamnunmiz. Avvalroq 2025-yil yakunida Pekin shahrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlik masalalari boshqarmasi bilan mazmunli muzokaralar olib borgandik. Mana bugun O'zbekistonda bo'lib turibmiz. Kuni kecha o'zaro amaliy hamkorliklarni yo'lga qo'yish uchun Qishloq xo'jaligi vazirligi mas'ullari bilan uchrashdik. Agrar sohada hamkorlikda loyihalarni amalga oshirish uchun esa bugun Jizzax viloyati, xususan Zomin tumaniga kelib, mavjud imkoniyatlar bilan tanishdik. Ushbu hududda 90 gektar maydonda qishloq xo'jaligi demonstratsion zonasini tashkil etib, Xitoydan suvsiz yerlarda o'sadigan hamda lalmi maydonlarda yaxshi natija beradigan turli xil o'simliklar navlarini olib kelib ekishni rejalashtirmoqdamiz. Xitoylik investorlarning Jizzax viloyati bo'ylab tanishuvi Forish tumanida davom ettirildi. Mehmonlar va tuman hokimligi vakillari ishtirokida bu hududning keng lalmi yer maydonlarida ilmiy yondashuv asosida intensiv bog'lar tashkil etish kabi bir qancha mavzularda fikr-mulohazalar almashildi. Ta'kidlash joizki, 3 kunlik o'rganishlar davomida mehmonlar qishloq xo'jaligining turli tarmoqlarini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish barobarida hududning agroturizm imkoniyatlarini ham ko'zdan kechirdilar. Dunyoda jadal rivojlanayotgan ushbu sohani Xitoy tajribasi asosida yuqori darajaga olib chiqish mavzusida takliflar bildirildi. Umuman olganda, Chin o'lkasi vakillarining Jizzax viloyati bo'ylab tanishuvi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash, yangi loyihalarni amalga oshirishda muhim bosqich bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.